Ya assalomu alaykum. Dekor House, ya'ni Dekor House do'konini bugun sizlar bilan obzor qilib o'tamiz. Dekor House do'konining eng zo'r yerlarini aytib o'taman. Birinchidan restoran, kafe, ana undan keyin ofis sizlarda bormi? Demak, biz uni qo'shirayatib, tuzib taqlab beramiz. Yuringlar. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, shunday suvenir, yaproqlar, gullar kerakmi ofislaringizda biz sizlarga topib beramiz. Endi bu narsani adını vodopod deb aytadi ekanlar. Men uni avval sharshara deradim, keyin onu suvdiradi, onu dashni ichi deb tushuntirilmayradim. Endi vodopod deb aytiladi. Ima qaranglar. Haqiqatan ham suv oqib turibdi. Suv ofisni qo'shirayatib tuzishni xohlasangizda, ina sizlarga birinchi variant. Bunda qarang. Bu yonda o'tirib ofisga qo'ysangiz, birinchidan havoni tozalaydi, ikkinchidan miyani dam oltiradi. Suvning ovozi shitir deb chiqib turadi. Endi ko'pchilik kommentariyada yozib qoldiradi, puluncha so'm ekan deb. Shuni oldindan aytib o'tadigan bo'lsak, 6 milliondan tortib 15 milliongacha shunday vodopodlarimiz baholangan, bemalol kelaverasizlardan olib bilasizlar. Endi do'stlar, ofisni qo'shirayatib, dekoratsiyatib, tuzib taqlab bo'lgandan keyin обязательно shunday qo'shiray vodopodlar kerak bo'ladi. Hammasi har xil dizaynda. Kelasizlardan xohlagan dizaynni bemalol olib ketaverasizlar. Ana undan keyin yangi Tanya ofisingizga kirib turib, chef chiroylatib kofe ekka beraymi desa, конечно deb kofeni olasizlardan, shunday vodopodning yonida bir chiroyli, mягкий kresloni qo'yib berib, kofeni urib, vodopodga qarab o'tiraverasizlar. Birinchidan kayfiyat ko'tariladi, vodopodni ko'rib, ikkinchidan Tanyani ko'rgandan keyin kayfiyat ko'tariladi do'stlar. Vodopodlarimiz yine sizlar uchun har xil nada. Endi menga eng yoqqa endi ko'rsatib o'taman. Tovusli vodopod bor ekan. Tovusli. Yuring ko'rasiz. Buni dizayni qaranglar. Dizaynni. Hech qanday, ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, uy olib borib qo'ysak, suv to'kilib qolmaydi. Suv to'kilmaydi. Ana undan keyin to'q urmaydi. Обязательно uyingizga, ofisingizga, restoran, kafelaringizga qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Ana endi bizani Dekor House do'konimizda shunday gullar bor, suvenir gullar. Bular 100 ming so'mdan boshlanib 1 milliongacha. Bu vodopodlarimiz esa 6 milliondan boshlanib 15 milliongacha topishingiz mumkin bo'ladi. Bu Dekor House do'koniga kelganingizdan keyin yana sizlarga ko'rsatadigan narsam, kelinglar, optim narxda shunday rakominalarni olishingiz mumkin. Hammasi haqiqiy mramordan uzatilgan. Bu haqiqatan ham chiroy ochadidan, to'g'risini aytsak. Qo'shirayatib, shuncha rasxod etib, ofisni taqlasangiz, restoran, kafeni taqlasangizdan bir prostoy narsa tursa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ag'a, o'zingiz ham yoqmaydi-ku, ha? Lutchi shuni olib tashangdan bizlarga galasdan olib ketaverasizlar. Optim desangizlar, optim narxda, yo'q, shtushni desangiz, shtushni kelib olaverasizlar. Bundan tashqari bizlarning bolalar, bu do'konni ochib qo'ygan bolalar o'zlari qo'l mehnati ishlaydilar buni, o'zlari taqlab. Endi bizlarda sanuzel, vanna, jacuzzi vannalar bor. Yuring banda ko'rsatib o'taman. Ana endi bu vannalarimizni ko'rsak, endi hozir paketda bo'lib turibdi, chang emas. Qo'shirayatib. Chunki sizlarga yetib borincha bizlar buni qirilmaslik kerak, chang tushmasligi kerak, hammasini qo'shirayatib, akkuratlatib yetirib berishimiz kerakdan. Bu vannalarimiz esa 1 milliondan 1,5 milliongacha baholangan, kelib olaverasizlar. Ina har xil shaklda uyingizni kvadrati, ya'ni vannangizni kvadratini qarab o'zlari taqlab beraveradi. To'g'rimi? 30 xildan ortiq mahsulotimiz bor. Sizlar bizlarga zakaz bersangizlar, biz yetirib beraveramiz do'stlar. Bizani shu mahsulotlarni olamiz desangizlar, "No, mashinada olib borsam kerak, ava mashin kerak edi" deb muammo etib o'tirmaysizlar. Bizani bolalar o'zlari shunday Xorazm viloyatiga besplatniy dostavkani yo'lga qo'yganmiz, yetkazib beramiz do'stlar. Kelaveringlar. Do'stlar, bizani manzilimizni eslatib o'tamiz. Bizani manzilimiz Taxta bozorining yo'lida MMS metandan o'tgandan keyin o'ng qo'lda Dekor House. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, bemalol xohlagan narsangizni olib ketadigan bo'lsangiz, bizda dostavka etib yetirib beramiz. Yoshillar bir gap ayting. Ana yangi vodopodning yonida kofe ichib o'tirsangiz, Tanya bilan bir boshqacha qarab qo'ymaysiz. Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. Hold up.